Keyingi savolimizni ko'ramiz. Temir bo'lakchasi +1 oksidatsiya darajasini namoyon qiladigan metal nitrat, misol uchun kumushmi qaysidir. Demak, tushirilibdi. Metal namunasi, ya'ni plastinkaning massasi 16 grammga ortibdi. Hosil bo'lgan temir 2 nitrat vodorod sulfid bilan reaksiya qilib temir 2 sulfidni hosil qilib 8.8 gramm. Endi biz mana shuni to'g'ridan to'g'ri hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu qismni agar mana bu yerga olib keladigan bo'lsak, Xo'p, mana shu reaksiya bo'yicha hammasida demak, temir bu yoqda 1 mol edi. Bu yoqda ham temir 2 nitrat 1 mol va hosil bo'ladigan temir 2 sulfidimiz ham 1 mol, ya'ni mollari teng. Demak, 8.8 gramm temir 2 sulfid reaksiyaga kirishganda hosil bo'lganda 16 gramm ortish bo'lar ekan. Keling, mana bu yerga temir 2 sulfidni massasini yozaylik. Tepasiga 8.8 gramm ortish bizda qancha bilmaymiz. 16 grammga o'zgaryapti ekan. Tepaga ortish yozilardi 16 gramm. Endi bizda temir 2 sulfid 1 mol hosil bo'lyapti, 88 gramm. Xo'p, endi proporsiyani o'qiydigan bo'lsak, 8.8 gramm temir 2 sulfid hosil bo'lganda 16 grammga ortar ekan, 88 gramm ya'ni 1 mol bo'lganda qanchaga ortish bo'lardi? Proporsiya qilsak mana bu joyda 160 bo'ladi. Endi ortish nimani hisobiga bo'lsa, o'shani tenglab qo'yamiz. Ya'ni 2x - 56. 2x bu metalning massasi. Plastinkaga shuncha metal borib yopishyapti. 56 gramm temir chiqib ketyapti. Ortish topish uchun kattasidan kichigini ayiramiz. Ya'ni 2x - 56 ni o'zini 160 ga tenglaymiz. Shunda x'imiz chiqadi 108. Kumush reaksiyaga kirishgan metal nitrat massasini so'rayapti. 160 gramm ortish bo'lganda 340 gramm, ya'ni 2 mol kumush nitrat sarflanadi. Kumush nitratning massasi 2 molning massasi. 16 gramm ortish bo'lsa qancha kumush nitrat sarflanadi? Proporsiya qilsak 34 gramm chiqadi. Yoki bo'lmasa temir 2 sulfid bilan to'g'ridan to'g'ri proporsiya qilib javob chiqarsa ham bo'ladi. Keyingisida kaliy tetragidroksid zinkat sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuzlarning massa farqi 6,5 ga teng bo'lsa, demak bizda sarflangan kislota va tuzning massasi yig'indisi va koeffitsiyentlar yig'indisi. Demak, bizda 174 gramm va 161 gramm tuzlar hosil bo'lyapti. Massa farqi 13 gramm. Dastlabki reaksiyaga kirishgan moddalar 407 gramm bo'lsa, 13 gramm farq bo'lyapti. 6.5 gramm farq bo'lsa, qancha tuzlar kirishgan? Proporsiya qilsak 203.5 gramm ekan. Koeffitsiyentlar yig'indisi 9 ekan. Buni javobi. Keyingisi asetillenning 3/1 qismi kumush oksidining amakda eritmasi orqali o'tkazilganda 240 gramm. Demak, kumush asetillen hosil bo'ladi. O'zi dastlabki asetillenni biz 3 mol oldik. Shunda 1 moli kumush oksid bilan reaksiyaga kirishgan. Qolganini, ya'ni 2 molini 50% unum bilan gidroliz qilsak, 2 molning 50% 1 moli gidrolizlanib ketgan. Shunda 1 mol sirka aldegid hosil bo'lgan. Unga kumush oksid yana ta'sir ettirilsa, 2 mol kumush cho'kmasi hosil bo'ladi. Ya'ni cho'kmaga tushadi kumush. Endi bizda nimani aytyapti? Cho'kmalar farqi 88 gramm. Necha mol asetillen ishlatilgan? Xo'p, 240 gramm birinchi reaksiyada, 216 gramm ikkinchi reaksiyada. Shunda 24 grammga farq qilyapti cho'kmalarda farqi. Agar 3 mol asetillen olganimizda 24 grammga farq qiladi. 88 gramm farq bo'lsa, qancha asetillen olingan? 11 mol chiqdi. Demak, 11 mol asetillen ishlatilgan ekan. Bda reaksiyada qatnashgan organik moddani olish uchun qancha kalsiy karbid kerak? Ya'ni 11 mol asetillenni olish uchun qancha kalsiy karbid kerak deyapti. 64 gramm kalsiy karbiddan 1 mol asetillen chiqadi. 11 mol asetillen, demak 704 gramm kalsiy karbiddan hosil bo'lgan ekan. Keyingisi ikkita aminokislota massa farqi 14. Demak, bular gomolog qatorda ketma-ket joylashgan ekan. Bular demak dipeptid hosil qildi va 54 gramm suv hosil bo'ldi. Endi reaksiyani mana yozib oldik. 438 gramm dipeptid, 54 gramm suv. Shunda dastlabki reaksiyaga kirishgan aminokislotalar umumiy massani saqlanish qonuniga ko'ra 492 gramm bo'ladi. Endi reaksiyada
bitta dipeptid hosil bo'lsa, bitta suv hosil ham bo'lishi kerak. Uni demak 1 mol suvning massasi 18 gram. Proporsiya qildik. 492 gram aminokislotalar reaksiyaga kirishganda 54 gram suv hosil bo'ladi. 18 gram suv hosil bo'lishi uchun qancha aminokislotalar reaksiyaga kirishgan? 164 chiqdi. Endi bitta aminokislotaning massasini x deb olsak, ikkinchisini x + 14 deb olamiz. Ya'ni 14 ga farq qilyapti. O'sha ikkita aminokislotaning massasini qo'shib 164 ga tengladik. X teng 75 chiqdi. Bu birinchisi glitsin, ikkinchisi 14 ga qo'shsak 89 alanin ekan. Molyar massasi katta aminokislotani aniqlang deyapti. Alanin yoki mana bu formulani yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. B da molyar massasi kichik aminokislotaning tarkibida uglerodning o'rtacha oksidlanish darajasi. Endi uglerodni o'rtacha oksidlanish darajasi bittasi -1, ikkinchisi +3. O'rtachasi ikkalasini qo'shib soniga bo'lamiz. +1 bo'ladi ekan. Keyingisi natriy silikat eritmasi orqali karbonat angidrid o'tkazilsa 3.9 gram gelsimon cho'kma, ya'ni silikat kislota hosil bo'libdi. Birinchi navbatda cho'kma orqali natriy silikatni topdik 0.05 mol. Endi dastlabki tuz eritmasini neytrallash uchun xlorid kislota qancha sarflanadi deyapti. Natriy silikat orqali xlorid kislotani topdik. O'sha xlorid kislotani o'zi 25%, 100% eritmasi qancha dedik? Xlorid kislota eritmasining massasini topdik. Keyin zichiga bo'lib eritmani hajmini topdik. B-sida dastlabki eritmadagi atomlar soni. Dastlabki eritmada natriy silikat tuzi bor va suv bor. Natriy silikat tarkibida 0.3 mol atom bor. Natriy silikatning massasini topdik 6.1 gram. Dastlabki eritma 200 gramdan tuzda eritsak suvning massasi kelib chiqadi. 18 gram suvda 3 mol atom bor. 193.9 gram suvda qancha atom bor? 32.3 mol atom bo'lyapti. Bu suvda. Endi suvdagi va tuzdagi atomlarni qo'shishimiz kerak. Shunda umumiy eritmadagi atom soni kelib chiqadi. 32.6 ko'paytiruv Avogadro soncha atom bor ekan. Keyingisi biror tuzni eruvchanligi 90 gradusdagisi 60 gradusdagisi 3 barobar ko'p. 60 gradusda x deb olsak eruvchanlik 90 gradusda 3x bo'ladi. Ya'ni 3 barobar ko'p bo'lyapti. 90 gradusdagi eritma 240 gram, cho'kma tushar ekan 60 gradusga o'tkazsak haroratni 60 gram. To'yingan eritma, demak bizda berilyapti 90 gradusdagi eritmani massasi va cho'kma. Hozir biz eruvchanlik jadvali mana bu jadval orqali cho'kmani topadigan bo'lsak 2x bo'ladi, ayirib tashlasak. Demak, mana shu 2x cho'kmani to'g'raysiga 60 gram masaladagi cho'kmani qo'ydik. 90 gradusda eritmani to'g'raysa 240 eritmani massasini qo'ydik. Shunda mana bular qisqaradi 1 ga 4 ishlaydigan bo'lsak x 20 chiqib keldi. Endi bizda so'rayapti 90 gradusda eruvchanlik koeffitsiyenti 3x deb oladik. X degani 20 ni 3 ko'paytirsak 60 chiqadi. B-sida 90 gradusda suv va tuz farqini toping. Demak, 90 gradusda xo'p, biz nima qildik? 90 gradusda 60 gram tuz bor ekan, eruvchanlik bo'yicha 100 gram suv bor ekan. Shunda farqi 40 gram bo'lyapti. Endi cho'kmaga tushadigan cho'kmani massasi 2x bo'lyapti, buni massasi 40. Demak, 90 gradusda siz xohlagan proporsiyangizni qilib mana bu sonni chiqaring. Men proporsiyani o'zim xohlagandek tuzdim. Siz o'zingiz xohlagandek proporsiya tuzsangiz bo'ladi. Demak, 90 gradusda tuz va suvning farqi 40 bo'lsa, 40 gram cho'kma tushar ekan 60 gradusga o'tkazilganda. 60 gram cho'kma tushsa, qancha tuz bilan suvning farqi bo'lardi? 60 chiqdi. Ya'ni mana bu 40 qayerdan keldi desangiz, mana bu 60 qayerdan keldi desangiz, masalada berilgan. Yo masalada berilgan 60 gram tuz cho'kma bilan bog'lab olish kerak. Yo 240 bilan bog'lab olish kerak. Xohlang 240 bilan bog'lamang. 240 bilan bog'lasangiz qanday bo'lar? 90 gradusda eruvchanlik 240 mi? Bo'ldi 60 gram tuz, 100 gram suv. Jami eritma qancha bo'ladi? 60 + 100 160 bo'ladi. Demak, 90 gradusda 160 gram eritma bo'lsa, suv bilan tuzning farqi qancha bo'ladi? 40 gram bo'ladi. 240 gram eritma bo'lsa qancha bo'ladi? Proporsiya qilsangiz, mana bu yerda ham kelib chiqadi 60 gram. Xohlang bu usulda ishlang, xohlang bu usulda, farqi baribir 40 gram chiqadi. Keyingisi 1 ga 2 mol nisbatda olingan bertolli tuzi va kaliy nitratdan iborat 0.3 mol aralashma katalizator ishtirokida qizirilganda olingan kislorod mis naychadan o'tkazildi va mis koks hosil bo'ldi qanchadir miqdor. Nayni eritish uchun demak 200 gram 98% sulfat kislotasi sarflansa, nayni necha foiz oksidlangan? Dastlabki
aralashmani massasini toping. Xo'p, o'zi 1 molga 2 mol olsak, umumiy 3 mol bo'lar ekan. Mol nisbat bo'yicha agar 0,3 mol bo'lsa, har birini molini topdik. 0,2 kaliy nitrat, 0,1 mol kaliy xlorat tuzi bor ekan. Endi bizda dastlabki aralashmani massasini so'rayapti. Mana shu dastlabki mollar orqali to'g'ridan-to'g'ri topib qo'ysak bo'ladi. Bir muammo emas. Endi ani o'zini ko'rishimiz kerak. Birinchi navbatda qancha kislorod chiqqani o'shani topaylik. Demak, Bertolli tuzi orqali kislorod topdik 0,15, kaliy nitrat orqali kislorod topdik 0,1. Jami 0,25 mol kislorod chiqqan ekan. Endi 0,25 mol kislorod qancha mis bilan kirishganini va qancha misik oksid hosil bo'lgan topdik. 0,5 mol ekan. Sulfat kislotani molini topdik 2 mol. Endi mis naycha orqali endi dastlab mis bo'lgan qanchadir qismi misik oksid bo'lib ketgan, qanchadir qismi ortib qolgan mis holatida turibdi. Endi mana shu ortib qolgan mis topishimiz kerak. Misik oksidimiz 0,5 mol. Birinchi misik oksid orqali qancha sulfat kislota bilan kirishganini topdik. 1 molga 1 mol kirishadi, 0,5 ga 0,5. Umumiy 2 mol sulfat kislota bor edi. 0,5 misik oksid bilan kirishsa, qolgan 1,5 mis bilan kirishgan sulfat kislota bo'ladi. Keyin mis bilan sulfat kislota reaksiyasidan sulfat kislota orqali mis topdik 0,75 mol. Bu qanaqa mis desa, kislorod bilan reaksiyaga kirishmagan mis. Demak, kislorod bilan reaksiyaga kirishmagan mis 0,75, kislorod bilan reaksiyaga kirishgan 0,5, jami 1,25 mol mis bo'lgan o'sha 100%, kislorod bilan kirishgan 0,5 necha foiz? 40%. Demak, misning 40% kislorod bilan reaksiyaga kirishgan, ya'ni oksidlangan ekan. Keyingisi 0,8 mol noma'lum bir asosli karbon kislota, natriy metal qo'shilganda 0,8 mol gaz chiqdi. Endi bunaqa masalan adashmasam oldin ko'rgandik, lekin topolmadim. Demak, bir asosli karbon kislota 0,8 molidan 0,4 mol vodorod chiqadi. Bizdan 0,8 mol vodorod chiqdi deyapti, ya'ni gaz chiqdi deyapti. 0,4 kislotadan chiqsa, qolgan 0,4 suvdan chiqadi. 0,4 suvdan chiqqan vodorod orqali natriy OHni topib oldik. 0,8 mol. Demak, reaksiyada suv bilan reaksiya natijasida 0,8 mol natriy gidroksid hosil bo'lyapti va kislotani reaksiyasidan 0,8 mol tuz hosil bo'lyapti. Endi aytyapti, hosil bo'lgan natriy gidroksid is gazi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz bilan birinchi reaksiyadagi tuz, ya'ni mana bu 0,8 mol tuz bilan massa nisbati 1:1, ya'ni teng ekan. O'zi 0,8 mol natriy gidroksid is gazi bilan kirsa 0,8 mol natriy formiat hosil bo'ladi. Mana shu 0,8 mol natriy formiat tuzi 0,8 mol mana bu birinchi reaksiyadagi tuz bilan massasi teng ekan. Moli teng, massasi teng. Bu degani molekulyar massasi ham teng degani. Birinchi tuzimizning formulasi shunda, ikkinchi tuzimizning formulasi bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni ikkinchisi natriy formiat bo'lsa, birinchisi ham natriy formiat bo'ladi. Demak, dastlabki kislota chumoli kislota bo'lgan ekan. Endi Ada dastlabki idishga yuturilgan is gazini so'rayapti ekan. Demak, 1 mol natriy gidroksid 28 gram is gazi bilan kirishadi, 0,8 moli 22,4 gram is gazi bilan kirishadi ekan. Bizda noma'lum bir asosli karbon kislotaning massasini toping. Chumoli kislotamiz 0,8 mol edi boshida va uni 1 moli 46 gram yoki 46,000 milligram bo'ladi. 0,8 moli qancha milligram desak, 36,800 milligram bo'ladi ekan. Keyingisi 18 mol kislorod tutgan natriy OH eritmasi 368 gram keladi. Endi natriy OH eritmasida suv bilan natriy OH bor. Ularni XY orqali belgilab oldik. Kislorodlarni 18 molga, suv bilan natriy OH massasini 368 gramga tenglab yubordik. Shunda X2 chiqdi. Natriy OH demak eritmada 2 mol, suvimiz 16 mol ekan. Endi agar H-xlor eritmasini qo'shsak, H-xlor eritmasida nima bor? Kislota bilan suv bor. Hosil bo'lgan eritmada 33 mol kislorod bo'lib qoldi. O'zi dastlab 18 mol kislorod edi. Keyin 33 mol bo'lsa, demak, kislorod yana qancha qo'shilgan? 15 mol kislorod qo'shilgan. Ya'ni mana 33 dan 18 ayirdik, dastlabki eritmadagi kislorodni 15 mol kislorod qo'shilyapti. O'zi ham vodorod qo'shilganini ham topib qo'yaylik. Dastlab qancha vodorod bo'lgan? Natriy OH 2 molida 2 mol vodorod, 16 mol suvda 16 kar 2 32 mol vodorod, ya'ni jami 34 mol vodorod bo'lgan. Bu dastlabki vodorod. Endi keyingi eritmada 65 mol vodorod bo'lyapti. Dastlabkini ayttirsak 31 mol vodorod qo'shilyapti eritmaga. Endi bizda 15 mol kislorod qo'shilgandi. Bu degani
qo'shilgan suv ham 15 mol bo'ladi. Shunda 15 mol suv tarkibida 15 mol kislorod bo'ladi. Qo'shilgan vodorod qancha? 31. O'zi mana shu 15 mol suvda qancha vodorod bor? 30 mol vodorod bor. O'zi bizda 31 mol vodorod qo'shilgan deyapti. Shundan 30 mol suv tarkibida bo'lsa, qolgan 1 mol vodorod kislota tarkibida bo'lgan. Demak, 1 mol kislota qo'shilyapti. Mana 31 umumiy qo'shilgan vodoroddan 15 kara 2, ya'ni suvdagi vodorodni ayirib tashladik. 1 mol vodorod xlorid kislotada. Demak, H-xlorimiz 1 mol bo'lgan ekan. Ada qo'shilgan xlorid kislota eritmasidagi kislorod atomlari soni. Endi bu 15 bu yoqda topib qo'ygandik. Boya mana bu yerda 33 dan 18 gacha 15 mol kislorod qo'shilgan, ya'ni kislorod bo'lgan. H-xlor eritmasida Bda hosil bo'lgan eritmadagi suvning massasini toping. O'zi natriy OH 2 mol, H-xlor 1 mol. Bu degani H-xlor bo'yicha ketamiz, ya'ni 1 mol H-xlor 1 mol natriy OH bilan reaksiyaga kirishib 1 mol suv hosil bo'ladi. O'zi birinchi natriy OH eritmasida 16 mol suv bor edi, H-xlor eritmasida 15 mol suv bor va plus yana reaksiyada 1 mol suv hosil bo'lyapti. Jami 32 mol suv bo'lyapti. Uni massasini topishni 18 ga ko'paytirsak 576 gram bu oxirgi eritmadagi suvning massasi. Shu joyda aytib ketaylik, javobda bunga 18 gram, ya'ni 1 mol suvni qo'shsa chiqadigan javob berilgan. 594 midi shu javob berilgan. Bu xato. Bu bo'lmaydi. Ya'ni natriy OH 2 moldan 1 mol reaksiyaga kirishib 1 mol ortib qolyapti. Agar H-xlor 2 mol bo'lganda edi, unda 2 mol suv chiqardi, ya'ni 1 mol qo'shimcha suv chiqib 594 degan javob chiqardi, lekin u javob bo'lmaydi. Bizda oxirgi eritmada 1 mol natriy xlor, 1 mol natriy OH va 32 mol suv bo'ladi. Keyingisi polimerlanish darajasining monomer molekulyar massasiga nisbati 15 ga 7 bo'lsa, polimerning o'rtacha molar massasi 6720 bo'lsa, polimerlanish darajasini aniqlang. Xo'p, mana enta polimerlansa Pn, ya'ni enta monomer hosil bo'ladi. Endi polimerlanish darajasi n ni monomer molekulyar massasi P ga nisbati n ni P ga nisbati 15 taqsim 7. Endi polimerlanish darajasi, misol uchun bitta monomerning massasi 100 ta bo'lsa, shuni misol uchun 200 tasini massasini topishni nima qilamiz? Mana 200 ni 100 ga ko'paytiramiz-ku massasini soniga. Xuddi shunday polimerlanish darajasini monomerning molekulyar massasiga ko'paytirsak, polimerning massasi kelib chiqadi. 6720. Mana shu ikki nomani tenglamani ishlash kerak. Shunda bittasi 56, bittasi 120. Demak, polimerlanish darajasi 120 ekan, monomerning molekulyar massasi 56 ekan. Shunaqa do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.